Assalomu alaykum. Yaxshimisiz bratim? Sog'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizdan? Xo'p, yangi videoga xush keldilaring deb qolaman o'rtoqlar. Xo'p, sizlar bilan birgalikda unda hozir sartaroshxonaga boramiz. Hozir saharlik qilib oldim. Niyatlarni qilib oldik. Ro'za tugashiga ham hech qancha sanoqli kunlar qoldi, 3 kun qoldi. Tak что ketdik unda mana bu sochda holni ko'ryapsanmi? Shu sochni oldirishimiz kerak. Chikagoga kelib oldik. Essalomon, yukimizni topshirib oldik. Ana o'tgan videoda ko'rdilaring. Endi let's go deymiz sartaroshxonaga. Boramiz. Sizlar bilan birgalikda jarayonni birgalikda kuzatamiz. Videodan uzoqlashmanglar, like'larni bostiringlar. Unda men res ketdim sartaroshxonaga. Let's go. 1 2 3. Xo'p, o'rtoqlar, mana yetib keldik. Ismlari Azizbek. Akani oldilariga keldik. Mashinamizni qo'ydik. Endi ichkari kirib bu sochni sal odam bashara qilib olmasak bo'lmaydi. Kanaldan uzoqlashmanglar, like'lar bosinglar. Unda let's go deymiz. Ketdik mana sochni oldidan. O'rtoqlar, mana sochlarni ham oldik, kaltartirib oldik. Xo'p, so'rashlaring mumkin, qayerda oladi, nima qiladi deb. Bu Chikagoda adresni aytaman men sizlarga hozir. 1 minut screenshot qilib olasizlar. Adresi mana. Ko'rindi-ya? Xullas, mana shu ismlar Azizbek. Kelinglar, sizlar ham sochlarini oldiringlar. Bu reklama emas, bu boshqa emas. Shunchaki menga aytganim yo'q, boshqa qilganim yo'q. Просто shunchaki o'zim chin dildan nima qilyapman. U ham skitka hech narsa yo'q. Og'ir bo'lmanglar, skitkasi bor ekan, boshqasi bor ekan deb o'ylamanglar. Tashqari sovuq. Futbolkada yuribmiz. Endi hozir nimaga borsak, trakimizga
Endi ustaxonaga ketishimiz kerak. Ustaxonaga borib, yog'ni alishtirishimiz kerak, balonni alishtirishimiz kerak. Keyin shu injektor nimasini saralka qo'yapti, uni qilishimiz kerak. Ishimiz ko'p. Ishimiz ko'p. Sizlarga mazza bo'ldi. Qo'limda GoPro kamera bor. Любой payti tirs bosiladi, tirs. Sizlar tirs like'lab ayamanglar. Mana balonning ahvolini qaranglar. Ko'ryapsizlar? Balon ashana simi ham chiqqan, uje bu bilan yurib bo'lmaydi. Nimada way stationda to'xtatsa, mazamiz qochiradi buni ko'rsa. Bitta shu esengidan kelganlar ana shu simi chiqqunicha yuradi. Atak bu amerikanlar reys almashtiradi. Mana ular uje protektorini o'lchash kerak. Protektori hali bor paka. Tak, bog'lar yaxshi. Uni alishtirganmiz, bilasizlar. Unda ketdik ustaxonaga. Kanaldan uzoqlashmanglar o'rtalar. Let's go, gazini bosamiz. Men tragimga chiqib olay. Sovuq. Xo'p, bunda o'rtoqlar yo'lga chiqsak, ketdik. Chiroyli bola bo'lib oldik. Sochlarni oldirib oldik. Endi let's go. Agar kimgadir sartarash kerak bo'lsa, bemalol kommentariyga nomerlarini vaqt qo'yaman, qoldirib qo'yaman. Sartarashdi. Saat Elmhurst Road istikametine doğru sağa dönün. Telefon qilib bemalol kelaverasizlar o'rtoqlar. Telefonlashib o'chirib olib kelaverasizlar. Xullas, mana yerda İstanbul marketi şu tarafta. Şu tarafta İstanbul market. Balkan testi degan joyi bor. Yerda ham sartaroshxona bor. Xullas shunaqa gaplar o'rtoqlar. Kelaverasizlar. Murojaat qilaverasizlar, sartarosh kerak bo'lsa. Maksimalni nima qilib, chiroyli qilib, sizlar xohlaganday, sizlar o'ylaganday prichoskalarni qilib beradi inshaalloh. Xo'p, o'rtoqlar, mana ustaxonaga ham yetib keldik. Endi ustalar bilan ishni qilib yotibdi, ustalar bilan gaplashsak. Kragimizni ko'rsatsak, kasal joylarni, qilinish kerak bo'lgan joylarni. Shu bilan kvartiraga ketamiz. Kanaldan uzoqlashmanglar, like'larni ayamanglar o'rtoqlar. Hozir usta kelsin, videoga olishga harakat qilaman o'rtoqlar. Xo'p, o'rtoqlar, mana ustaxonaga ham keldik. Mana shunisini alishtirishimiz kerak. Keyin yana ko'rib turganlar antifriz o'qiyapti, bilmayman qayerdan o'qiyapti. Mana ular sarg'ayapti. Kecha yaqinda motorgacha yuvdirgandim. Bu yerdan oqqani yo'q. Xo'p, bu yerdan oqqani yo'q. Men o'ylashim bo'yicha mana shuni tagidan o'qiyapti. Qanaqa ko'rsam bo'ladi sizlarga? Qanaqa ko'rsam bo'ladi? Ko'rdilaring-a? Shuni tagi sarg'ayotib, shadan oqqan shekilli shu yerdan. Sizlar ko'rdilaring deb o'ylayman.
Xo'p, yog'ni archishimiz kerak. Yog'i filtri bilan $460. Keyin mana bu ballonni olib tashlab, qaranglar ahvolini. Ballonliga qolmadimi? Eson-omon yetib keldik, samый главный. Tashlaymiz uni. Qovun bo'lib qo'ygan qaranglar. Simlar chiqyapti. Boya ham ko'rsatdim. Xullas, bu ballonni alishtirib berish $250. Razal qildirishimiz kerak keyin yana bir $300 ga. Klapin torttirishimiz kerak. Klapin torttirish $400 deyapti. Endi bilmadim nima bo'ladi, nima qo'yadi. Ko'ramiz o'rtalar. Shuni hozir mana shu где-то bir $800 ga yaqin pul ketyapti. 800 даже 1000 ham ketadi. Mana bu agarda mana shu narsasi ketgan bo'lsa, pishdik. Agarda u narsa emas, sanligi ketgan bo'lsa, amallasa bo'ladi. Hozir tayyor ustaxonadamiz. Mana shunaqangi narsalarni qildirib olganimiz yaxshida. Chem bu yo'lda bir-biri falon so'mga tushmasdan unda vaqtida qildirib olgan yaxshi. Nima deydilaring? Tashqari sovuq. Endi men narsalarni olay. Shu bilan kvartiraga ketamiz. Mana u kelsin, nima deydi? Boss kelsin, boss. Mana bu kechaqinda o'zimiz aralashtirganmiz. Mana shunga ham $100 ga $70 so'radi. Aralashtirib berishga 4 tagina bolt yechib bunaqa qilishgan mana. Mana shuni bo'shatib, xotir bergani uchun shuncha berasan deydi. Keyin aytdim, jinnimsan dedim. Qalotqalar qanday ekan? Qaranglarchi. Sizlarga ko'rinadi deb o'ylayman. Qalotqalar yaxshi bo'lsa kerak. Oy. Mana buni bunday qilib ana bunday turadi. Mana shunday. Ochiladi, sharaqqa kiradi, yopiladi. Bo'ldi, ana ustalarga kaltar tashlaylik. Shu bilan ketamiz. Va nihoyat o'rtoqlar, va nihoyat yetib keldik manzilimizga. Ana boshliqlar mashinasi. Yomon, boshliqlar mashinasi. Like'lar bosaverasizlar o'rtoqlar, like'lar bosaverasizlar. Bizga ham yo'qsin, bizga nasib qilsin mana shunaqa mashinalar berish ham barchamizga. Bizga ham demay, barchamizga nasib qilsin. Pagodosi ajoyib. Chicago maydalab yomg'ir yog'yapti. Uy mana shu uy. Endi kirishga ko'p oldik. Trakdeshi ozroq cho'ziladigan bo'ldi. Sababi aytganimda shu yog'ni almashtir, boshqa keyin antifriz oqyapti, uni to'g'rilatishim kerak. Chunki sababi bu oldimizda yoz bor. Yozda tog'larda yurgan payti dang'illab o'tirmasdan oldin to'g'rilab olganimiz yaxshiroq. Shuning uchun shularni qildirib olishim kerak. Keyin aytganimda yana ko'p aytyapman, salarikasini to'g'rilatishimiz kerak. Yaxshi ko'p gapiryapman mana shuni bor. Nimaga shunaqa bo'ldi? Boshqa tema yo'qmi? Ha, mayli, nima bo'lsa ham yaxshilikka bo'lsin. Endi kutamiz. Shanba kuni deyapti. Shu bilan endi hayit Ramazon hayiti ham keladi. O'shaning uchun birato'la Ramazon hayitlarini o'tkazib, namozlarimizni o'qib, nima qilib, hayit namozlarini o'qib, shu bilan ishga chiqib ketamiz. Nima dedilaring? Tinch omon bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha deb qolaman. Yana qiziqroq voqealar, qiziqroq narsalar bo'lsa, ulab olishga, qo'shishga harakat qilaman. Endi ko'ramiz. Vaziyatga qaraymiz. Agarda bo'lmasa, xayrlashamiz. Assalomu alaykum barcha-barchalarga o'rtoqlar. Haftaning juma kunidan salom deyman. Mana o'rtoqlar, oxirgi Ramazon oyining oxirgi jumasini ham tugatdik. Inshaalloh shu bilan endi keyingi yillarga barchalarimizni Alloh eson-omon, sog'likda, salomatlikda yaxshi kunlarni ko'rish Alloh nasib qilsin barchalarimizga deb qolaman. Kirib kelayotgan hayit bayramlaring bilan deyman, Ramazon hayitlari bilan barchalaringga o'rtoqlar. Mashina qaranglar. Shu
Mahalan qaranglar, ajoyibligini obodligini. Xullas shu qisqagina bir sizlardan salom alaykum qo'yadigan o'rtoqlar. She thinks I understand. Sit down when it get apples. Sit down. O'zbek Electrical automated pump behind door was made. Hiç olmasın tor ortaların aytkanda yor yor dünya senga hiç olmasın tor sözlerimga bo'lgin vafodor sözlerimga bo'lgin vafodor. barchalarga assalomu alaykum. Ramazon hayitidan barchalarga salom deyman. Bugun haftaning yakshanba kuni o'rtoqlar. Xo'sh. Erta sahardan Ramazon namozini, hayit namozini o'qishga ketyapmiz o'rtoqlar. Alloh o'qigan namozlarimizni, tutgan ro'zalarimizni qabul qilsin deyman. Kanalga like bosish esdan chiqmasin o'rtoqlar, podpishka qilinglar. Qo'ldan kelgancha harakat qildim. Bu dam olish kunlari nimalar qilganimizni, shashliklar qildik, boshqa qildik. Bolalar bilan hangama qilib rosa maza qildim. Dam oldim. Bu hafta dam oldik. Shu bitta reys qilganman. New Yorkdan Chicago kelganmiz. O'sha reys qilingan. Bo'ldi, boshqa qilinmadi. Buni ko'ramizda. Xo'p, endi ko'ramiz. Bu hafta nima bo'ladi, nima qo'yadi, yangi ish qanday bo'ladi. Sizlarga ajoyib yangiliklarim keyingi videoda bo'ladi. Qo'ldan kelgancha harakat qilyapman sizlar uchun yaxshiroq videolar chiqarishga. Hop. Shunaqa gaplar endi. Ko'ramiz bugun hayit kunimiz qanday o'tadi. Sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Manzarasi juda ajoyib, havosi top-toza. Hamma joy daraxt, ertan saloni bo'lsa, shu daraxtlar kurtaklab, yam-yashil bo'lsa, vash ajoyib bo'ladi. Bu yerda stadion bor. Shunaqa gaplar. Akbar la ilaha illalloh Allahu akbar Allahu akbar lillahil hamd Allahu akbar walillahil hamd. باسم مؤسسة الجامع إدارة وإمام وأئمة وموظفين ومتطوعين ولجان أمن ومسؤولو الشباب والشابات، نتقدم إليكم بالدعاء ونقول تقبل الله منكم. ما شاء الله أنتم جالية فريدة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليكم وعلى أهليكم
بالسعادة والخير في هذه الدنيا والجنة في الآخرة إن شاء الله. سيد الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أهل بيته الطاهرين وعلى صحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أياما معدودات وها قد ولى رمضان يا إخواني وأخواتي، ونسأل الله عز وجل أن يعيده علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا هذا الشهر العظيم وأن يحفظ أعمالنا فيه. Brothers and sisters, don't mistake it. Today is a day of celebration. Today is a day of joy. Because Allah subhanahu wa ta'ala, He commanded us to celebrate. We celebrate today because Allah subhanahu wa ta'ala, He commanded us to celebrate. And now, of course, many have mixed feelings because of what's happening to our brothers and sisters of Gaza. How could I celebrate? How can I be happy after what's happening to our